Alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Eringizga qanaqa stilda ko'proq yoqasiz? Любой stilda yoqaman. Mani erimga farqi yo'q. Qo'qondan olingan salom rahmat. Munisipal obolingiz emasmi? Yo'q, emmayapti. Вообще xohlamayapti. Munisipal sizni sevim rahmat. Tabiiy chiroylisiz rahmat. Prichoska. Eringiz bilan ilohim uzoq umr ko'ring. Rahmat kattakon. Rahmat. Siz opa, rahmat. Oldin yoqtirmasi xos eng sevimli bloger va xonandamisiz. Rahmat. Такое, почему вы лицо не показываете сына? Потому что могут загладить. Effeksiz ham juda chiroylisiz. Rahmat kattakon. Men sizga yaxshi ko'raman, sizga o'xshashni juda xohlayapman. Rahmat. Ilohim, yaxshi inson bo'lasiz, menga o'xshasangiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, opajonim. Rahmat. Ertaga xo'jayinim uchib keladilar. Rahmat. Alam yo'q, alam emas. Qanaqa seni ichayapti bolangiz? Nam. Men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Biz hozir kasha beramiz, grechniy kasha beramiz o'g'limga, kukuruzni kasha beramiz, brokoli beramiz, tsukini beramiz. И яблочный сок bilan morkovniy sok. Namangandan salom, rahmat. Allohning ne'mati farzand o'zi ko'zdan nazardan asraydi. Yo'q, Sabina shunaqa deysiz, ani kuni sinimni tug'ilgan kuniga olib bordim deb o'g'limni. Shunaqa uxlolmay chiqdi, shunaqa yig'lab chiqdi, keyin suralarni o'qib, Yosin surasini o'qib, Baqara suralarini o'qib, o'zim o'qib, Falaq Noslarni o'qib o'ziga keltirdim. Я всегда думала, что вы такая вся из себя, как говорит батюшка, она вот начала следить за вами, поняла, что вы очень мудрая женщина. Вообще восхищаюсь вами. Спасибо большое. Какой вес вашего ребеночка? 10 килограмм, девочки. 10 килограмм счастья. Ассалам ксабна канак кулбалым. О, гяпи рахмат. Азамана салам. Алейкум ассалам. Yangi hid zo'r chiqibdi, nimaga emizmadingiz? Munisa har doim shunaqa qo'lingiz rahmat. Necha kilogrammsiz? Ma или тор? Bolajoningiz yaxshimi? Rahmat. Высыпаете с сыном? Да. Ну так, сплю. Tabiiy go'zal samimiy insonsiz, umuman kibr yo'q. Allohim rozi bo'lsin. Rahmat. Правильно делать, не показывается лучше сына, он еще маленький. Конечно, я же говорю, в тот день к сестренке на день рождения повела его, короче. Все, пипец был. Ужас был. Kosmetikalarni kutyapman intiqlik bilan. Rahmat qizlar. Har kuni o'zimni ishlatyapman, ko'ryapman, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi deb. Munisipal iltimoslardan video tashlanish deb ko'ring, iltimos. Xo'p. Klip zo'r chiqibdi, rahmat. Muni degan brend bo'ladi. Muni. Juda chiroyli kostyumingiz, rahmat. Ko'ngilingizga keltirmay kostyapti. Да. Прививку oldingizmi o'g'lingizga? Yo'q. Пожалуйста, ответьте, пожалуйста, как зовут вашего сына? Не могу, простите. Sizni xarakteriz bilan yoqadi menga, rahmat. Kosmetikalar qimmat bo'ladimi? Yo'q, вообще qimmat bo'lmaydi. Hamma yonbop bo'ladi. Hamma ola oladi meni kosmetikamni. Shunaqa narx-navosini shunaqa zo'r qo'yibman. Xudo xohlasa hamma ola oladi. Va albatta juda ham ko'p sovg'alar ham beraman muxlislarimga, Xudo xohlasa.
juda qulay bo'ladi kosmetikami narxlari. Yo, chochim ancha yaxshi, ancha yaxshi. Assalomu alaykum. Samimiysiz, juda menga yoqasiz. Rahmat. Rahmat, muncha yaxshisiz, rahmat. Сына звать малыш, вот точно. Kosmetikazni kutyapman, rahmat. Qanaqa kosmetikalar opam, ozroq ayting. Dekorativniy, birinchi blesk bo'ladi. Bleskdan keyin karandajlar gub bo'ladi, pomada bo'ladi, kushon bo'ladi, tonalka bo'ladi. Keyin karandajlar bravey bo'ladi, gelli bravey bo'ladi, tush bo'ladi. Undan keyin уже уходный kosmetika kremlar bo'ladi. Sizga negativ yo'q, rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vodiydagi muxlislar o'ylab narx qo'ying, xo'p bo'ladi, rahmat. O'g'ling sizga qarab kulgani sayin sochingiz to'kiladi-da, balkim. Qachon chiqadi kosmetika? Sentyabrda. Qizlar labimni olib tashlaganman. Mana yo'q, o'zimniki. O'g'lingizni ismini ayting. Hamon e'tibor qilib o'qib o'tirganingizga rahmat, rahmat. Qoraqalpog'iston, Qozog'iston, Samarqand, salom. Obedga nima ovqat bo'lyapti? Nima ovqat qilyapsiz obedga? Akidaxon. Pasta bolognese ekan. Ala. Yangi klip super, rahmat. Я никуда не улечу, мой муж завтра прилетает. Мы взяли билеты, мы, слава богу, нашли. Да. Все равно будем снимать. Ехать надо, да? Да. Ana, mashqiz. Здравствуйте, здравствуйте всем. Tez bo'ldi, deyapti. Ketishimiz kerak, deyapti. Kiyining, deyapti. Bizani zapisimiz bor studiyada. Mahitani yuzi bo'lganman 1 yilga, ambasador bo'lganman Mahitani. Shu uchun borib ashulani yozishimiz kerak, jinglni yozishimiz kerak studiyada. Iriz ertaga keladilarda. Xursand bo'lib ketyapman. Xo'jayinim qaytib keladi. Necha kilo tashladingiz? 15. Bizda xonim yemang, semirib ketasiz. Yoshingiz nechida opa? 38-39 ga kiraman oktyabrda. Tikuv mashinka olamiz. Mahitadan necha pul oldi? Sizga nima? Juda ko'p pul oldim. Reklama qilsam katta pul olaman. Yaxshi insonlar hayot sinaydi, lekin Alloh ularni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Men sen uchun. Yaxshi kunaqami? Rahmat. Juma muborak Jahongir-ku. Jahongir, assalomu alaykum, rahmat kattakon, rahmat. Sizni ham birga bo'lsa, juma yomlaringiz bilan salomat bo'ling. 18 yoshda bo'laman. Voy, rahmat. Juda yosh, rahmat. Jasmin bilan yarashganingiz yaxshi bo'ldi, rahmat. Keldim bu yozaman, ammo hech ham javob yozmaysiz. Uzr ko'rmadim. Eringiz qachon keladi? Ertaga.
yana bitta qiz tug'ib oling-da. Xo'jayinim shunaqa dedilar. Pakka qiz tug'maysan, men sendan dedilar. Tinch qo'ymayman sen dedilar. Qiz tug'ib ber menga dedilar xo'jayinim shu uchun. Qiz tug'ishim kerak, endi hammasi Allohdan. Va albatta xo'jayinimdan. Chunki qiz yoki o'g'il bu faqat erga bog'liq. Deb bu narsa xo'jayinimga bog'liq. Shu uchun endi qiz kutamiz. Xudo xolasa. Мира Панир, здравствуйте. Любимая, приветики. Nega прививка olmayapsiz? Прививка oldirgim kelmayapti o'g'limga. Yana sochim tushyapti. Jasmin siz uchun kim? Yaqinim. Municipal iltimos direktdan video tashladim, eshitib ko'ring. Xo'p bo'ladi. O'zingizga o'xshagan go'zal qiz ko'rib oling. Inshaalloh duo qilsinglar. Ой, если есть возможность, привет передай всем деткам ДЦП в саду. Всем ассаламу алейкум, детки мои любимые, сладенькие, самые сладкие, вкусненькие. Поцелуй вам, мои любимые. Всем деткам ДЦП. Ассаламу алейкум. Наконец-то вижу прежнюю Мунису, которую я полюбила из фильма «Хай-хай, Қызалак», спасибо. Да, mani ham xo'jayinim qistiryaptilar. Men aytdim, sizga bog'liq bu narsa dedim, menga emas dedim. Jasurga salom. Ko'zlari juda chiroyli, rahmat. O'g'limga do'stlar bilan pichiklardan voqli dunyoga kelib qoldi. Shunga duo qilinglar, umri rizqi keng bo'lsin. Ilohim. Bismillahirrohmanirrohim. Umri rizqi keng bo'lsin inshaalloh. Umri uzoq bo'lsin, sizni baxtingizga sog' bo'lsin. Hammasi yaxshilikka inshaalloh. Amin. Allohu akbar. Mana duo qilib qo'ydik. Mana hamma muxlislarimdan ham so'raymiz, duo qilib qo'yinglar. Будьте всегда здоровы. Спасибо. Nega erizga bog'liq? Nima sabab? Потому что o'g'il boladan bog'liq. Qiz boladan emas. Qiz bo'ladimi, o'g'il bo'ladimi? Hammasi o'g'il boladan bog'liq. Amin, amin. Сколько месяцев вашему сыну? Почти 6. Xudo xohlasa soliha qizli bo'ling. Meni ham 2 o'g'lim bor. Rahmat. Rahmat kattakon. Sizni sanatingizni hurmat qilaman. Juda samimiy, ochiq ko'ngilsiz. Rahmat. Asomik, привет. Mayli do'stlar, men ketdim, men kiyinishim kerak, chunki mening studiyam bor, ashula yoshim kerak. Hozir